bo'ladi. Bagaj ochish knopkasida signal chaladi. Damasga mejigar signalizasiya o'rnatayotganda pultdan signal chaladigan qilish uchun bu simdan bagajga sim chiqadi, massa chiqadi. Bu yerda bitta relay bo'lishi kerak, plus chiqadi. Bu yerdan massa chiqadi hozir. Bitta relay yo'q bo'lsa massa chiqadi. Buni signal chalish uchun kuchi yetmaydi. Bunga bitta relay qo'yamiz. Bunaqa relaydan bitta olamiz. Buni o'rtada oyog'i 30 bo'ladi. 30 oyog'ini buklab olamiz. Buni bitta qarshiligi bo'ladi. Qarshiligini olamiz. O'rnida qalaylar bo'ladi. Qalaylarni tozalab olamiz. Bu relay hozir tushmaydi. Qalaylarni tozalaganimizdan keyin tushadi. Chiroyli qilib tozalab oldik. Relayni xuddi shu holatga keltirib olamiz. Shunday tushirib turib, bu simni bu yerga payka qilib olamiz. Mana signalli relayni ham joylashtirib oldik. Eslatib o'taman, mana shu o'rtada oyog'i pastki plataga tegib qolmashi kerak. Tegib qolsa zamkani qiladi. Bu tortgan simimiz massaga ulangan. Endi bagaj ochadigan simdan massa chiqadi relay orqali. Bagaj ochadigan simda signalga ulab qo'ysak, pultdan signal chaladigan bo'lib qoladi. Birinchi narsalarni qilsam keyin qo'yarman. Shuni aslida kerak chiqib Ekan sayisi. Mana shu yerda ikkita sim bo'ladi. Mana shu yerga ulangan bo'ladi. Shu yerdan uzib olamiz, uzib turib, bitta sim qo'shib ulab olamiz. Nari betga olib ketamiz, sentezamosini bilan. Damasga praso signalizatsiya qo'yish eng oson yo'li. Yana bitta damas olib qo'yganmiz. Boshidagi shunday ushaganda chap qo'l tomondan ikkinchi, uchinchi simlar pоворotniki bo'ladi. Avvalingidagi simini ulasizlar. Va o'ng qo'lda eng chekadagi signalligi bo'ladi. Bu yoqda uchinchi sim, qora sim massa bo'ladi. To'rttali shtekerde oq sim plus va ikki chekasi digaran simga ulanadi, pоворotnik. Bu o'ng qo'lda eng chekadagi signal bagaj simi ulanadi. Orqa tomonida 3-sim qora massaga ulanadi. Shu bilan pultdagi Damasga pultimizni ham o'rnatib oldik. Mana simlarni akkuratlik qilib o'rnatib qo'ydik. Hech qanaqa osilib netib qolmaydi.